Assalomu alaykum. Va'da berganimiz kabi bugun Gruziya gullari yoki Batumi bog'lari deb nomlaymiz lavhamizni eslatib o'tamiz. Bugun 2026-yilning 24-iyun chorshanba kuni. Xorij safarimizning 4-kuni. Biz esa Gruziyadagi ajoyibotlar, go'zalliklar haqida hikoya qilishda davom etamiz, chunki bu yerda tabiati juda ham o'ziga xos, haqiqiy yashil makon bo'lganligi uchun havosi ham juda ham yoqimli. Yoz fasli bo'lishiga qaramasdan shabboda, salqin, haqiqiy dam oladigan havo. Hatto Toshkentdan telefon qilib konditsioner yoqib o'tiribsizlarmi degan gap bizga kulgili tuyuldi, chunki bunga hojat yo'q. O'zi juda ham salqin va ayniqsa yashilliklar orasida mana shunaqa chiroyli gullari bilan ko'pki havasingiz keladi. Gullari uni ustiga juda kichkina emas. O'tirib tasvirga olishni hojati yo'q. Mana hammasi juda ham baland, bizga 2 barobar keladi. Mana tomlarini ustida ham tuproq qilib gullar ekishgan ekan. O'rnak olsak arziydi. Shunaqa tomlarini ustida ham ekinlar, gullar ekib ko'paytirish imkoniyati bor ekan. Yana bir tomoni bu tuvaklarda emas, yerni o'ziga ekilganini ko'rdik. Gullarning nomlari, turlari, ko'rinishlari xilma-xil. Orada mana bunaqa daraxtlar sizga yanada kayfiyat ulashib turgandek bo'ladi. Umuman bu yerdagi tabiati haqida, gullari haqida har qancha gapirib o'rgansak arziydi. To'g'ri, Gruziyaning rasmiy milliy guli huquqiy jihatdan belgilanmagan, ammo ilmiy va tabiiy ramziy nuqtai nazardan Gruziya gullari orasida Kavkaz rododendroni, Gruzin liliyasi va Voronev boychechagi alohida ahamiyatga ega. Bu yerda tabiati o'zgacha. Mana bu mevalari qandaydir olmaga, bizni tog'olchaga o'xshab ketadi. Biz bu hozir xom holatidagi, lekin biz pishgan, tayyor bo'lgan holatidigini ham yeb ko'rdik, lekin baribir mevalari o'zimiznikiga yetmaydi. O'zlari ham tan berishdi. Gruzinlar bilan suhbatlashganimizda meva-chevalar bo'yicha sizlarga yetadigani yo'q, zo'r degan fikrlarni aytishdi. Ha, shunday. Har kimniki o'ziga, oy ko'rinar ko'ziga. Baribir bizni mevalarimiz boshqacha. Bunga sabab bizdagi quyosh derdik. Holbuki bu yerda ham quyosh yo'q emas. Aytishlaricha mo'tadillik ta'siri bu. Ya'ni kunduzi serquyosh bo'lsa-da, kechga salqin, havo almashib turadi. Mevalar turi ko'p bo'lgani bilan bu yerda mazasi O'zbekistonnikiga yetmasligini har xil talqin qilishar ekan. Tuprog'idan devchilar ham topiladi. Serquyosh yurtimizning tuprog'i ham oltinga teng. Havosi ham tanga davo. Sezyapsizmi? Yurtimizni sog'inibmiz a? Hali oldinda yana bir hafta bor a. Bular Gruzin liliyasi deyilar ekan. Bu albatta o'zimizda ham bor. Nozik, chidamli, o'stirish unchalik qiyin emas. Bular gardenziya deyiladi deb aytishdi. Xullas, tabiatga oshno yurtga kelib, biz ham tabiat go'zalligidan bahramand bo'ldik va o'zimizda bundan-da go'zalliklar borligini his etgan holda yana ham hissa qo'shishga harakat qilib, bu yerda o'zimizga yoqqan ko'chatlardan olib ketyapmiz. Bizda atirgullarimiz juda ham mashhur. Bu yerda ham ular atirgulni yaxshi ko'rishar ekan. Shu bilan birgalikda biz gullarga qaradik. Odamni havasini keltiradigan darajada baland va chiroyli, ko'rkam, manzarali bo'lib turibdi-yu, lekin ularning hidlari unaqa atirgulga o'xshab sezilarli emas. Mana deyarli bilinmaydi. Shunchaki o'tni hidi o'sha baribir yoqimli ifor taratgani bilan unaqa atirgulni hidini bermaydi. Baribir ko'rinishga yaxshi va o'stirish ham oson ekan. Bir o'stirib olinganda u yil bo'yi o'zi qayta-qayta o'sib chiqaverishi bilan o'ziga xos ekan.
aytgancha, mana bu gul jannat guli deb atalarkan. Hidi ham mushki anbarning iforini taratib turgandek tuyuladi. Umuman Batumida ming bir xil gullar bo'lib, rango-rang tovlanib, ko'ngillarni yashnatib, ko'zlarni quvnatadi. Mana bu gulning nomi kala ekan. Bu har yerda uchrab turadi. Menimcha o'sishi qiyin emas, lekin tashqaridan ko'ringanda juda ham chiroyli ko'rinadi. Yana bir narsani aytib o'tish kerak. Bu yerda Gruziyada asosiy gullar asosan baland, xuddi bizda manzarali gullar deymiz, shunga o'xshagan baland bo'lib o'sadigan gullar ekilar ekan. Eng ko'p gullari esa juda ham katta ochiladigan, turli ranglarda ochiladigan gullar ekan. Eng qizig'i, biz uni olib ketib ko'paytirish niyatini bildirganimizda aytishlariga ko'ra, u agar quyosh tushadigan bo'lsa, o'zini rangini o'zgartirib xunuk holatga kelib qolar ekan. Demak, salqinsevar gul ekan. Umuman gullarni ham bilish kerak, o'stirish kerak, ular bilan suhbatlashish, dillashish, tillashish kerak. Aks holda gulni o'sishi qiyin kechadi. Demak, ular ham hamma narsani tushunadi. Mana hozir biz kelib oldida gapirayotganimizga uyalib salom berayotgandek yerga qarab qolishdi, go'yo o'zbekona suluv kelinchaklar misoli. Mana bular esa mana endi g'unchalab turibdi. Mana ko'rdingmi? Bular g'unchalab turibdi, hali ochiladi. Mana bulari ochilganlari. Yana bir qiziq narsani sezdik. Bizda bahorda gullar ochilib bo'ladi. Bu yerda esa endi g'unchalab turgan gullarni juda ham ko'p ko'rdik. Balki bu havo bilan bog'liq bo'lsa kerak. Mana bugun xorij safarimizning 4-kuni, lekin hali quyosh ko'rmadik va o'zimizcha o'yladikki, serquyosh O'zbekiston deyishlari bejiz emas. Bu shunchaki ta'rif ham emas, chunki haqiqatan ham O'zbekistonimiz serquyosh. Oilamiz, farzandlarimiz bilan suhbatlashganimizda hozir bizda juda ham issiq, 40-50 gradus deyavering degan fikrni aytishdi, lekin biz esa mana qalinroq kiyimlarimizni kiyib olganmiz. Bizdagi oktyabr, noyabrni boshi kabidagi bir havolar, mo'tadil iqlim bo'lib, odamga xush yoqadigan bir tabiat qo'ynida turibmiz. Mana hozir biz Gruziyadagi bog'bon bilan suhbatlashamiz. Ular o'z gullari haqida gapirib beradilar. Гордезия. Есть разных цветов. Вот это красный, А это тоже гордезия, да? Да, все они гордезии. И белый есть. Белый есть. Ну, здесь нету. Ну, есть. Там наверху есть белый у нас. Это многолетний, да? Да, многолетний. Один раз посадишь, многолетний. Это поломаешь в земле, вот это будет потом новый. Маленький. Вода надо. Demak, xuddi bizdagi tol gullari kabi mana shunday qilib kesib, tagidan to'rga kesib, suvga solib, ildiz chiqarib eksa bo'lar ekan. Mana hozir ko'rsatadilar. Erti. Esa. Это что вода мало, что немножко вода, когда
Это готово. А, Землю готово. А земля или вода? и в воде можно пока. Вода. Пока в воде, потом в земле. А, Но в земле, если воду надо наливать часто. Вот. Ага. Вот. Сейчас Можно, воды да? в стакане Стакан воды. положи. Митя, это тоже будем. Mana ko'ryapsiz a? Mana hozir biz Toshkentga olib ketish uchun tayyor qilib oldik. Buni suvga solib qo'yamiz va ketayotganimizda avaylab, ehtiyotlab olib ketib u yerda ko'paytiramiz va bu Gruziyadan bizga esdalik bo'ladi. Mana shunaqa turli ranglarda ochiladi. Baylarni ko'rdingizmi? Kesib olish kerak ekan. Ular ham bizga o'xshab mehmondo'st ekan. Hozir bizga turli xil o'zlarini gullardan berishyapti va o'rgatdilar. Mana shunaqa suvga solib qo'yamiz, keyin ildiz otgandan keyin daraxtga ekamiz. O'zbeklarga o'xshab saxovatli mehmondo'st ekanlar. Это как называется? Это аукуба называется. Аукуба. Да? Аукуба. Аукуба. Это тоже цветы будет или только вот Нет, так? Это зеленый только. Только zeleный, да? Mana barglarini qarang, bu dog'-dog'ga o'xshaydi, lekin o'zi shunaqa ekan. Bunisi esa ochiladigan. Mana bunisidan ham oldik. Что, посадите? Да. Хочу посадить на Узбекистане. Где? Узбекистане. Узбекистан. Мы из Узбекистана. Знаете Узбекистан? Ташкент. Как не знаю. Ташкент. Там холодно. Это жарко, да? А сейчас жарко, а зима холодно. Хорошо впечатление, да? Все хорошо. Не были, да? О. Только не были. Это один раз сажаем, да, каждый год. А, Другой. Камелия. Камелия. Ку-ку. К. Камелия. Камелия. Камелия guli ekan, lekin цветок будет, да? Цветок будет. А, Или ochiladi. это много цветов. Или белый тоже, как это. Или белый, да, или красный, да, много. А, Разных. ага. Только вот так на вода нельзя, Это да? нельзя. Это надо посеять. Тесли, семена надо. Ага. Зацветет, семена будет, семена в землю, как кукурузу, да, фасоль, да, капуста, да, вот это так сеют. Многолетний это тоже, Много да? лет. У вас... Вот однолетний только это. Вот. А, Я на этом деле работаю. Мы на этом деле работаем. Какие самые национальные цветы есть у вас? Розы, Розы? фиалки маленькие. Фиалки. А у нас тоже есть А, такие. о. Розы везде есть. Ага. Розы это сами этот, у нас сами этот, любимые розы. Фиалки еще. Это человек наш главный агроном. Я с детства работаю на этом деле. То дома, то здесь. У вас тоже яблоко есть? Яблоки, груши, виноград. Ну, все есть. Сливы, персики, все есть. Но у вас охлад побольше, да? Да, у нас много. У вас этот суши, это много. Да, Я да, да, знаю, да. У меня друзья были с Узбекистана. Когда один Советский Союз был, тогда все вместе жили, друг друга знали, да. Да, Сейчас да. немцы не знают. Это гостиница, большая гостиница. Здесь и можно купить квартиру, если деньги есть. Вот везде можно купить квартиры. А квартира однокомнатная сколько? Ну, это Стоит. дорого, но для меня дорого, а для вас не знаю. Если много денег есть, купишь. Нету, да. Извините, ночью сколько платите? Здесь Один день. Здесь Сколько сколько вот? Сказали $100. Нормально. Нормальный, да? Конечно, нормально. Однокомнатный. Да. Двух побольше, по-моему, да? Конечно. Нормальный, да? Нормально. Недалеко живете, да? Недалеко. Здесь работаем. А сколько получите? Мало получаем. мало. Сколько? Только 1000 где-то ларов.
Тысячи Наши деньги где-то. доллар, Доллар сколько получается? доллар Сейчас 400, по-моему. Да. 400 долларов, да? Так. У вас Вы как тоже. зарплата? Зарплата Mало там? хорошо. Хороший там или мало? Hvatit. Bizda o'zbeklarda aytgandek, agar ko'p bo'lsa yetadi, kam bo'lsa ortmaydi degan maqolni hozir bularga aytdim. Bularda ham xuddi shunaqa ekan. Bular oyliklari mana bog'bonlar $400. Bizani pulda demak 4 milliondan oshiq pul olishar ekan. Hvatit etadi. Хватит, не хватит, что сделаешь? А жена тоже работает или Жена у меня нету. у вас? У него Нету? Умер. Ну, у меня Умерла. умер. Дети есть? Внуки. Внуки, да? Дед. Вы дедушка, да? Хорошо. Вы тоже дедушка? Ой, дедушка, вообще нету жены. Халат не женился еще. Почему? Надо жениться. Надо. Дети надо, дети. Там нету Узбекистан. Ма- Красиво. Axir ma sami guvoh. Bularda ham xuddi farg'onaliklarga o'xshab askiyalar bor ekan. Xuddi muomala, madaniyati, suhbatlashishlaridan o'zbeklarga o'xshab ketishadi. Menimcha, unchalik ham katta farq qilmaydi. Umuman yaxshi odamlar. Спасибо вам за это. Вам это воду поставьте, это потом в Узбекистане. Имя, фамилия? Лампарадзе. Ростом. Лампарадзе. Ростом. Ростом? Ростом Лампарадзе. Rostom imya. Lamparadze familiya. Rostom Lamparadze bilan suhbatlashdik va ularni yashash tarzlari va ish faoliyatlari bilan tanishishga harakat qildik. A u вас имя, familiya? Anzor. Anzor imya. Kamadadze. Anzor imya, Kamadadze familiyada. Anzor aka Kamadadze bilan ham suhbatlashdik. Ular ham o'zlarini ochiq ko'ngilliklari bilan bizga yaxshi xushmuomalada bo'lishdi. Lekin afsuski Gruziyada hamma ham bunaqa gapirganingizga javob bermas ekan. Shundan foydalanib ozgina bo'lsa ham ma'lumot olishga harakat qildik. Хорошо, спасибо вам. Хорошего дня. Вам тоже хорошего дня. Хорошо, спасибо. Gullar bizda ham ko'p. Chorsuv bozorida g'ich-g'ich shunaqa mayda gullar bor. Mana bu gullarni menimcha ekishga tayyorlab qo'yilgan. Mana qarang, qanaqa chiroyli, katta-katta, odamning havasi keladi. Olib ketib, o'zing uyda ko'kartirsang qanday yaxshi degan fikr tug'iladi.
bog'lari yoki Gruziya gullari deb nomlagan sahifamizni yakuniga yetkazyapmiz. Bu yerdagi tabiatni o'rganish jarayonida yana bir bor anglab yetdikki, agar biz ona tabiatni asrab avaylasak, qo'llab-quvvatlasak, u ham bizga yaxshi kayfiyat ulashadi va juda ham chiroyli ko'rinishlari bilan ma'naviy ozuqa ulashadi. Albatta, bizni O'zbekistonimizni tuprog'i ham oltinga teng, serquyosh o'lka sifatida dunyoga dovrug'i doston bo'lgan. Demak, biz ana shu tabiat ajoyibotlariga o'z hissamizni qo'shsak, yanada go'zal bo'ladi va dunyo tan beradigan darajada va turistlarni o'ziga jalb etadigan holatda bo'laveradi. Biz hammaga yaxshi kayfiyat va yurtimizga obodlik hamroh bo'lishini tilaymiz. Bizni kuzatib boring, hali safarimiz uzoq davom etadi.